Mana do'stlar. Az TV'ye chiqib olaylik. Lesinsadan. Mana do'stlar, shpakirovkalar bo'ladi. Mana. Patologlar bo'ldi. 3 kun bu bo'ldi tushganiga, bu yerga. Lazerda uritadi mana. Mana yerda duval bor edi. Duvalni buzib soldik mana. Duvalni o'rnini keng mehmonxona qilib qo'ydik bu yerda. Mana yerda duval bor edi. To'silgan. Duvalni olib tashladikda, hozir keng mehmonxona bo'ldi. Keyin do'stlar, iloji boricha maylarga shipaklar urib ketaveriklar. Nima urib? Gipsagardan urib maylarga. Atkoska. Mana do'stlar, o'yinlar afishga bo'ladi hozir. Uzun mehmonxona qilib qo'yildi. Mana bu balkon. Atkosni uголок mana. Qo'yilgan, ko'rdingizmi? Обязательно qo'yilgan bu atkosni uголок. Ikki etajli bu do'stlar. Parovoy bo'lgan ekan. Под lazer uritadi bolalar mana. Biz ponni hozir hammasini ichida qildik. Uydagisiga bizdan yordam bo'lib, litsenziyasini bekarga qilib beramiz. Men aytganman, YouTube podpischilariga skidkasi bor deb. Skidka tarafidan podpischlaringizga litsenziyasini hozir bu uydagisi tanladi, litsenziyasini bekarga qilib beradigan bo'ldik. Narga bektimda parovoyni bekarga qilib beradigan bo'ldim. Litsenziyani qildiradigan bo'lsak ham hozir yo'q deganda 200 ming pul ketadi litsenziyaga. Bu deganda 180 ming ketadi. Shuni pulni beribsiz, materiallar ham mendan deb qilib beraman. Narga bektimizda parovoy otopleniyasini bekarga qilib berdim. Shunday YouTube podpischlaringizga qayerdir bir yerini bekarga qilib beramiz deb aytilgan. Ile bitta komnata tanlaydi. Shundayda do'stlar, qo'limizdan kelgancha yordam qilishga harakat qilamiz do'stlar sizlarga. Keyin eshikdan kirib kelgandinglar usta qilib solavermasdan bilganni, oldin ishini ko'rgilar do'stlar. Qayerda ish qilgansan, so'rag'ilar, ishini ko'rgilar. Qancha bo'ldi? Uydagisiga telefon qilgilar. Seni uyingni falonchi pistonchi ustalar qilgan ekan, qanday turadi hozir? Sostoyaniyasi qanday deb so'rag'ilar do'stlar. Shu usta sizlarga diagnoz bo'ladi. Aytib beradi bu usta. Shu uydagi sizlarga aytib beradi qanday ustaligini. Sizlar eshikdan kirib kelganda ichini bilibsizlar, qanday ish qilishini bilibsizlar. Menga 4 ta 5 ta odam chiqib ketadi. Usta solgan edim, ketib qoldi. Qilganlari tushib ketdi. Kraska chashgandan keyin kraskani o'ngi o'chib ketdi deb. Shunday do'stlar, eshikdan qassob kiraver, doktor kiraver, ustamin desa solavermasdan sizlar birinchi o'chiritda bundan oldin qayerda ish qilding deb so'rag'ilar. O'sha odam nomerini ber. Bo'lsam yur borib ko'raylikchi, shu obyektingga degili. O'sha obyektga borsanglar, agar joh bo'lsa, sразу siz bilan kirishiga yerda yaqasidan oladi ustani. Mo'qiganing qarag'im, maqa yurgin deb. Sizlarga diagnoz bo'ladi. Bilib-bilibdan savoq qiladi do'stlar. Bo'lsam u ishingizdan ustamin deb kirib kelsa, qayerda ish qilding deb so'rag'ilar, nomerini olgilar, bitta bilan qoniq baqqilar. Bundan oldin qayerda qilding? Undan oldin qayerda qilding deb ikkita odam nomerini so'rab telefon qilsanglar, masalan men bo'lsam, yo'q
eshigingizdan bitta usta kirib kelsa, Ilhommi, Akmalmi, Tojiboyevmi, Boltovoyevmi, seni uyingda Boltovoy remont qilgan ekan. Qanday remont qilgan deb so'rasanlar, o'sha odam aytib beradi. Qo'y, u ustalar savog'in deb aytadi. Yaxshi bo'lsa eng zo'r ustalar ushapsin. Makka musha deb aytadi sizlarga. Do'stlar, o'shuning uchun bilib-bilmasdan savog'lar. Eshigingizdan kirdi, dogovor qilishdan oldin bar yo'qni yozdirib olinglar. Mo'larni qilasin, manchaga dogovor bo'ldi deb. İşte oxirida balki ustalar tanib qolishi mumkin. Bu dogovor ichida yo'q edi deb. Balki sizlar tanib qolishingiz mumkin. Shuning uchun yozdirib olinglar. Nima qilasin deb iloji bo'lsa WhatsAppdan go'lisini tashlab olinglar. Do'stlar, hozir pul topish oson bo'lib o'tadi. Bir qop mushuk rodbinni ham pulga beradi. Oddiy mana simni ham pulga beradi do'stlar. O'shuning uchun bilib-bilmasdan ustani savog'lar. Eshigingizdan kirib keldi, qayerda ish qilyapsan? Qayerda deb so'rag'lar. Falonchini uyida, O'shda, Jallodda, Begovodda ish qilganman desa, shularning nomerini berchi deb shunday telefon qilsanglar, falonchi usta seni uyingda ishlagan, usta meni uyimga keldi. Qanday usta ekan deb so'rasanglar, aytadi do'stlar. Yaxshi bo'lsa yaxshi deydi, yomon bo'lsa yomon usta, qo'y uni savo deydi. YouTube kanalimizga podpisatsiya bo'lgandirga aytib o'taman. Men postoyanно podpisatsiya bo'lgandirga skidka